Dushanbadan tayyor turing. Hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 12 yanvar dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, hafta boshida bir qator hududlarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va kunning birinchi yarmida biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Shimolda ba'zi joylarda 5-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq, ba'zi joylarda 10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. Navoiy viloyati cho'l hududlarida ba'zi joylarda 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.